ming bor uzr. Video atvet unga yozibdi, bu bunga video atvet yozib. Pretty little baby. Bor uzr so'rayman akalar. Ming bor uzr. Futbolkalar $50 emas ekan. Eng arzoni $50 bo'lgan ekan. $100 sotilgan ekan. Meni ismimni aytib videolar qilishibdi. Nima uchun meni ismimni aytib videolar qilyapti? Axir men hech kimning ismini aytib video qilganim yo'q. Xalq o'zi aytayapti odamlarning ismlarini. Menga hech qanaqa video обращение qilmanglar. Men hech qachon 1400 ta videoyim bo'lgan bo'lsa, kim bilandir video atvet o'ynagan odam emasman. Sen bo'lib menga unaqa hype kerak emas. Stadionda realni bo'lgan holatda shunchaki sizlarga yetkazib berdim va bu narsa общественный rezonans bo'lib ketdi. Lekin mendan oldin ham va men bilan parallelni yana nechtasi shu haqida video qilib gapirib chiqishdi. Meni gaplarimni yuzlab stadionda o'sha yerda yurgan odamlar faktini keltira oladi, что sun'iy ravishda biletlar sotib olinib sotilganini. Eng qiziq joyi bir ikkita bo'qidish tervan beshik itbetlar vaziyatdan foydalanib yana menga Ko'chinskiy tilida sensirab videolar qilib chiqibdi. Sen nima qochvossan, gapingga действие qilmaysan. Hayotda bir o'zida hech narsa представлять qilmaydigan bir bo'zayliga bilinib turibdi o'zi gap so'zidan. Normalniy odam unaqa muomala qilib video qilmaydi. Tak, men hech kimdan qochganim yo'q, sababi kimdandir qochadigan men video qilib kimnidir haqorat qilganim yo'q yoki tuhmat qilganim yo'q. Meni o'sha gapirgan gaplarimiz stadionga borganki o'zbek tasdiqla oladi, что biletlar sun'iy ravishda narxlari ko'tarilgan hamda futbolkalar eng kamida $50 dan $100 gacha sotilgani. Aqlib aytganda men bu yerda Instagramda serial olgim, yo video atvet unga yozibdi, bu bunga video atvet yozibdi, u erkaklarga to'g'ri kelmaydi. Erkaklar agar qanaqadir savol bo'lsa, telefonda o'zaro kelishib olishadi. Men stadionda bo'lgan narsalarni qisqa qilib, fakt qilib gapirdim, qaytaraman. Odamlar o'zlari nomlarini qo'yishyapti. Charchamaylar. Tugadi. O'zbekistonning blogerlaridan Amerikada fan klub biletlarini va formalarini kim sotgan? Bugun shaxslar va dalillar ochiladi. Birinchi shaxslardan boshlasak, Barabanedrov Abdurahmon Fozilov. O'zi xalq bilib bo'lib, hamma atmetka qilib bo'ldi. Endi dalillarni ochamiz. O'zi fan klub biletlari sotilyaptimi? O'zbekiston Kongo o'yiniga sotib olingan bilet. Shaxsan men o'zim sotib olgan bilet. Abdurahmon Fozilov yonida yurgan, ya'ni tashkiliy ishlarga aralashmaganman to'g'ri. Ana endi formalar haqida gaplashamiz. Chunki Abdurahmon Fozilov umuman formalarga meni daxlim yo'q degan ayrim videolarida. Mana bu переписка egasi Abdurahmon Fozilovning o'g'li. Bitganlarda formalarni bor formalar olgan. Akajon mana formalarida ertaga qayerda bo'lishlarini bilmayman, formalar mashinalarda. Biroq juda o'xshaydi, Jahongir berdi nomeringizni. Formalar keladi, eslasizmi? To'g'rangsiz. Bu formalar $40, $50 edi, lekin futbol kunlariga yaqin qolganda bu formalarning narxi $100 gacha va undan ko'proqga ko'tarilib ketdi. Nima uchun? Lekin biz bilamiz, bu inson o'zini qo'li bilan va bir o'zi buncha biletlarni sotmaydi va bu yerda kimlar qo'shiladi? Barabanedrov viza ololmagan akalar, bilamiz sizlar bilet ham olib qo'ygansizlar, masalan, Portugaliya o'yiniga, Kolumbiya o'yiniga. Agar biletinglar bo'lsa, bizga beringlar, talabgorlar bor. Men sotmoqchi bo'lsa, alohida chiqinglar. Faqat bitta narsani ochiqchasiga aytib qo'ying. Masalan, uchun biletingiz $1000 bo'ladigan bo'lsa, shuni miyada 600-700 ga berib yuboraman degan narsa bo'lishi kerak. Bo'lmasam, iloji bo'lsa, o'zingiz Toshkentda sotib oling agar imkoni qilsangiz. Lekin Abdurahmon Fozilov bilet sotganmi, yo'qmi? Qanaqa qilib bilamiz? Okay, assalomu alaykum, tuzumsiz charchamayapsizmi? Okay, Abdurahmon bilan gaplashuvdim. Bilet bor ekan $1000 ekan, okay? Agar kerak bo'lsa. Va bundan tashqari yuzlab aziyat chekkan insonlar va svидетельlar, o'zlari bu chiptalarni sotib olgan insonlar, o'zlari bu formalarni sotib olgan insonlar kommentariya va lichkalarda yozishdi. Birodarlar, albatta bu hammasi emas. Yana qanaqa dalillar kerak sizlarga? Axir hamma biladi. Yemog'ni qusmog'i bor.